Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Munavvar o'quvchi degan hikoyani o'qib beraman. Munavvar o'quvchi Bahodir nihoyatda tirishchan o'quvchi bo'lib, maktabdagi o'quvchi va o'qituvchilarni hammasi uni nihoyatda yaxshi ko'rdi ekan. Saboqdoshlarining biri undan buning sababini so'rabdi. Bahodir saboqdoshiga salqin mundoq javob beribdi. Mening oilam mehr, muhabbat va xotirjamlikka to'lgan bir baxtli bir oila. Biz bir-birimizga izzat, hurmat bilan muomala qilishimiz. Ota-onam kundalik faoliyatlarim, darslarim va topshiriqlarimni tekshirib turadi. Har qancha aldirash bo'lsa-mu, menga va o'qilarimga alohida vaqt ajratadi. Bu mening muvaffaqiyatga qozonishga yordam qiladi. Men oqshomda baldir uxlab, attigini sahar o'rnimdan turaman. Onam hamisha shundoq qilsa-mu, Onam doim shundoq qilishni tavsiya qildi. Buning sog'lom va aqlli cho'ng bo'lishim uchun nihoyatda foydasi bor. Har kunlik faoliyatlarim tish cho'qalash va tahorat ilish, namoz o'qish bilan boshlandi. Men 5 vaqt namozni o'z vaqtimda o'qiyman. Darslarimni yaxshi o'rganish uchun onam tong saharda halol va pokiz yemeklar bilan mol nashtalik tayyorlab beradi. Nashtalik yaxshi qilish aqlli, o'tkir, tanamga sog'lom bo'lish uchun intayin muhim. Maktabga kechikmay dal vaqtida boraman. Sinfning o'ziga rioya qilaman. Muallimning so'zlariga darsimni ko'ngil qo'yib anglayman. Tushunmagan masalalarimni undan so'rayman. Berilgan topshiriqlarni astoydil ishlayman. Xatlarimni chiroyli yozishga tirishaman. Darslarimni to'liq takror qilaman. Nishonimga yetish uchun vaqtida planli o'rinlashtiraman. Dinimga, millatimga va vatanimga foydali odam bo'lishga tirishaman. Yaxshi o'qib, ota-onamni mendan kutgan umidini oqlayman. Xo'sh.